Prezident administratsiyasining topshirig'iga muvofiq Hazoras tumanining Obod Zamin mahallasida uzumchilikni rivojlantirish bo'yicha muhim loyiha amalga oshirildi. Loyiha doirasida 342 ta xonadon hamda Boltayev Durdi fermer xo'jaligida mavjud tokzorlar mutaxassislar tomonidan o'rganildi. Natijada 128 ta xonadon va fermer xo'jaligidagi uzumzorlarga jahon bozorida xaridorgir bo'lgan avatar navi payvand qilindi. Shuningdek, 107 ta xonadon egalariga uzumchilikni rivojlantirish, hosildorlikni oshirish va tomorqadan samarali foydalanish bo'yicha agronomik maslahatlar berildi. Obod Zamin, 5 ta va Bog'i Eram mahallalari aholisi uchun tomorqadan yuqori daromad olish bo'yicha amaliy o'quv mashg'ulotlari ham tashkil etildi. Mazkur ishlarning asosiy maqsadi og'ir toifadagi mahallalar qiyofasini o'zgartirish, aholini mirishkor dehqonchilikka jalb etish hamda daromadlarini oshirishdan iborat. Seminar ishtirokchisi Otaxon Saidov bu haqda shunday deydi. Xorazm sharoitida ko'pincha ana shu bog'larda toifa uzumlar ekilgan ekan. Bu toifa uzumlarni avatar uzumlarga, boshqa hosildor uzumlarga almashtirish to'g'risida bizga tavsiya berdilar. Mutaxassislar kelib bizga ana shu qanday payvandlash kerak, maslahatlar berib mana bog'imizda o'zlari ko'rsatib berdilar. O'rgandik. Endi xudo xolasa mana shu 6 gektar bog'imiz bor, ana shularni butun payvandlab xudo xolasa avatar uzumlarga almashtirmoqchimiz. Hurmatli prezidentimizga katta rahmatlar aytib qolamiz.